Asosan qizlar kremlarni ishlatishda ko'p xatoliklarga yo'l qo'yishadi. Ya'ni kremlarni juda ko'p ishqalab tashlash, yuzga singdirishga harakat qilish bu xato hisoblanadi. Yuzimizga mana bu ikkita barmog'imizni har doim ishlatishni o'rganaylik. Umumvalkalarda yuz yuvishda ham, har xil turdagi kremlar surtganda ham bu ikkita barmoq yuzni zararlamaydi. Yuzni baryerasini buzmasdan, yuzingizni qizartirmasdan teriga yaxshi singdirishga yordam beradi. Kremlar ishlatishda asosan kremni olib yuzga 1, 2, 3 harakatlarda surtib, urib chiqish kifoya. Teri o'ziga kerakli komponentlarni olishga qo'yib berish kerak. Ko'z kremlarini oladigan bo'lsak, ko'z tagimizda xaltacha bor. Aynan xaltachaning pastroq qismiga nomsiz barmog'imiz bilan ko'z atrofiga krem surtiladi va mana shu nomsiz barmoq bilan mana shu suyak atrofi sekin harakatlar bilan bosib chiqiladi. Ko'zni tepa qismi ham esdan chiqmaslik kerak. Qoshimizni ko'targan holda ko'zni tepa qismini ham bosib chiqish kifoya bo'ladi. Bu harakatlarni 3 martadan 5 martagacha qilganingiz kifoya. Bu barmoq qattiq bosmasligi uchun qattiq bosishga harakat qilganda ham ko'z atrofidagi ajinlarni yoyib, qattiq bosmaydi va mushaklarni ham yaxshi holatga keltiradi. Bu usulni bitta sinab ko'ring.